Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yar Muhammed Tayir To'g'liq. 6. bab. Salomatlik va tozaliqni so'yish tarbiyasi. 40 yilg'ichilikmi o'zining mijozini bilmagan odamni hayvon atash kerak. Yusuf Hasajib. Uyg'ur xalqi farzand tarbiyasida yemak-ichmak, tozalik va salomatlikka alohida e'tibor bilan qaraydi. Chunki bu uchi birlashib, odamning normal faoliyatini kapolatga ega qiladi. Balalar jismoniy jihatda sog'lom bo'lgandila, ma'naviy dunyosi ham sog'lom bo'ladi va aqliy taraqqiyoti normal bo'ladi. Sog'lomlikning oldingi sharti yemak-ichmak va tozalik. Tozalik ahamiyat bermagan oiladami salomatlik va xotirjamlik bo'lmaydi. Biz boshda ozuqlik bilan farzandlarning aqliy taraqqiyotining munosabati to'g'risida tushuncha bergan. Bu bobda xotirjamlikning asosi bo'lgan bir qism konkret masalalar to'g'risida maslahat beramiz. Birinchi, ozuqlanish odati va tozalikni so'yish tarbiyasi. Pokizlik, yarim davlat. Uyg'ur xalq maqoli. Biz dastlabki tarbiya haqida to'xtalganda bolalarni tozlikni so'yishga odatlantirish kerakligini eskartib o'tgan edik. Chunki tozlik salomatlikning asosi bo'lib qolmay, balki tozlik, pokizlik madaniyatlik jamiyatning eng muhim bir belgisi. Pulli bo'lgan bilan madaniyatlik odam bo'la olmaydi. Alisher Navoiy savotsiz nodon boylarni bir xurjun pul ortilgan eshakka o'xshatgan. Madaniyatlik bo'lishning ikki muhim sharti bor. Biri ilm ma'rifatlik bo'lish, yana biri pokiz adablik bo'lish. Men bir kuni Qashqar bilan Otishning oraliqida bir korxonchi bo'ya bilan 1 soatlik safardosh bo'lib qoldim. U odamning kiyinishi to'limi g'alati edi. Ishtini yip-yangi, chopini bo'lsa ayni juvozchining chopinidek qatma-qat moylashib ketgan. Qo'yib olgan seriq kayik saqalning orasini to'ngri bosgan. Beshidagi yangsar to'miqi tiximi shundoq. Nimadan tikilganligini bilgili bo'lmag'idek darajada qasmoq bo'lib ketgan. Men u odamdan bu yerga nima ish kelgan deb so'ragan edim. O'ynag'ili kelgan deb javob berdi. U odamdan nima ish qilganligini so'ragan edim. U odam o'zining 2 ittirish mashinasi borligi, bir may tortish mashinasi borligini aytdi. Men hayron qilib, "Ha, sizlar tixi korxonachi ekansizlar, ha?" dedim. "Necha yoshga kirdinglar?" deb so'radim orqadan. 35 ga kirdim dedi. Men tixim hayron bo'ldim. Shu vaqtda men bilan tapmitang yigitgan emasmi? Men ochiq ko'ngillik bilan u birodarimga bir oz nasihat qildim. Birodar, men sizlarni tixi 50 dan oshgan odam debdiman. Turqulnidan sizlarni bir odam hargiz korxonachi demaydi. Turqulnidan sizlarni bir odam hargiz korxonachi demaydi. Pul deganni chiroyli kiyim kiyish, boyashat turmush kechirish uchun topamiz. Pat-pat yuyinib tursa odam sog'lom bo'ladi, ruhi ko'tariladi, harduq chiqadi. Maynatchilik besib ketsa barakat ko'tarilib ketadi. Omad qochadi dedim. Shundala yenidagi cho'kan demidimmi, "Xaq mana shundoq deydi" dedi va menga qarab, "Tixi mao ishlarni men zo'rlab bozordan ilib kiygizib qo'ydim" deb tushundirdi. U cho'kan hiliqi korxonchi buvayning ayoli ekan. Bundaq misollar turmushimizda nihoyat ko'p. Shunga tozlikni so'yish hargiz boy kambag'allikni o'lcham qiladigan ish emas, balki odam uchun eng zarur majburiyat. Kiyimlarimiz ko'ni bo'lsa-mu pokiz yuyib kiysak bo'ladi. Uyimiz yasadaq bo'lmasa-mu pokiz azoda tozalab o'ltirsak ko'nglimiz ro'shan bo'ladi. Buning uchun ko'p kuch sarf qilish ketmaydi. Ko'p iqtisodiy chiqimni talab qilmaydi. Biroq oiladagi mundaq odat farzandlarga ulgu bo'ladi. Uyg'urlarda mehnatchilik aqlni bulg'aydi degan gap bor. Farzandlarning aqliy sog'lomligini qo'g'dashning muhim shartimi ularni tozlikni so'yadigan bola qilib tarbiyalash. Tozalik yolg'iz salomatlikning ehtiyoji emas, balki tozalik, madaniyat, tozalik, go'zallik, tozalik, hurmat va inovat. Farzandlarning ustuvishning pokiz, ratlik bo'lishi kishilarda ota-onalarga bo'lgan hurmat tuyg'usini qo'zg'aydi. Mehnat, sangul-sungul, qasmoq bolalarni ko'rgan kishilar ota-onalardan ranjiydi. Chunki bolalar go'dak chog'larda ularning pokiz, ratlik bo'lgan bo'lmaganligi ota-onalarning zimmasiga yuklandi. Farzandlar nasihatga ko'nib o'zini o'zi so'rab ish qiladigan bo'lganda nasihatni kuchaytirish, ularga tozalikning rolini, tozalikning salomatlik bilan bo'lgan munosabatini tushuntirish, ularda tozlikqa alohida qaraydigan, shaxsiy tozlikqa, muhit tozligiga, oila tozligiga va ommaviy sovrinlar tozligiga rioya qiladigan angliqlikni yetiltirishga tirishish lozim. Buningda yana eng yaxshi usul o'zimiz ulgu bo'lish, kichkidan pokizlikqa odatlantirish va yaxshi fursatni tepib unumli nasihat qilish. Nasihatin namuna. Balam, tiriklik uchun odam sog'lom badanga ega bo'lishi kerak. Badanning sog'lomligi ozuqlanish bilan pokizlikqa bog'liq. Chunki ozuqliksiz hayotlikning bo'lishi mumkin emas. Bu dunyoning lazzati va maishatidan birimi yaxshi yeb, yaxshi ichish. Dunyoning barliq maishatlari bizning foydalanishimiz uchun yaratilgan. Shunga qurbating yasla bu dunyoning ne'matlarini o'zingga harom qilma. Gilig'i quruq
qulub silib pul toplayman degan odam eng cho'ng ahmoq. Bir kuni jamoat bilan paranglashib turatdik. Hasiga tayangan, o'riqlab quruq xadaga o'xshab qolgan bir kishi o'tib qoldi. Yenimizdagi biraylan sizlar faraz qilib yiqinglar. Av odam bilan mening o'tiramda qanchalik yosh farqi bordir dedi. Biz ikki odamni silishtirib 15 yosh farqi borligini aytdik. Chunki biz bilan suhbatlashib turgan kishi shunda qavul, timan va xushchaqchaq odam edi. U kishi kulib ketib, biz u adash bilan savoqdash, biroq yashash usulimiz o'xshamaydi. Men bo'lsam tapqanni galga yeb, chiroyli kiyib, ishlaganda ishlab, o'ynaganda puxadan chiqich o'ynab o'tman. Bir ishqa ancha g'am tartib ketmayman. U birodar bo'lsa, bolalarim uchun pul to'playman, ularni o'ylayman, erga berman, ularga uy elib berman deb yemay ichmay pul yig'di. Shunga 50 yoshga kiriblar kasalman bo'lib qoldi. Alimadiz o'lib ketsa, bolalarim yetim bo'ladi, dedi. Alimadiz o'lib ketsa, bolalari yetim bo'ladi, dedi. Uyning to'riki yiqilgandan keyin bolalarning holi tixmi xarablashidi. Shunga odam oldi bilan o'zini asrash kerak. O'lguchi bolalarning yukidan qutula olmamdi. Shunga balam degan ota-onaga yo'lni olsa bo'lmaydi. Shunga bola degan ota-onaga yo'lni olsa bo'lmaydi. Bizning qo'limizni sovutishing kerak. O'zingmi yaxshi yashashing lozim. Balam, sen hergiz tamaq tanlamagın, yemek içmekni xarlamagın. Tabiat ata qilgan ne'matlarning hammasida badan uchun lozimliq ozuqliq bor. Ko'p xil ozuqliq bilan ozuqlanish tan sog'lomlikka foydali. Biror narsani yeb baqmay turibla odatlanmaganlik sababli u taomdan o'zingni tortma. Avval yeb baqin. Mijozingga, tabiatingga yoqmasa, ondan yemasang bo'ladi. Hikoya qilinishicha bir odam umr bo'yi suvdan parhez tutib o'tibdi. O kishi suvning salomatlikka ziyon qilishidan ansiraydi ekan. Shunda qilib u odamning umri oxirlashib sakratga tushibdi. Bu chaqda yuragi shunchalik qaqshab tursimi, suv deyishga petin olmabdi. Biroq bolalari dadasining og'ziga suv temitibdi. Suv u odamga hayotida his qilib boqmagan lazzatni ato qilibdi. U odam ko'zini yo'g'on ichib, "Balam, og'zimga temitgan nima? Abi hayot degan shumi?" debdi. Bolalari, "Dada, bu degan eshik oldimizga eriqning suyi" debdi. Heliqi odam nihoyat ichinishli qoldi. "Esit, armon bilan ketadigan bo'ldim" deb mangulik ko'z yumibdi. Balam, shuni bilginki, har bir odamning tabiati o'xshamaydi. Ba'zi kishilar mig'izisimi ziyon qilishi mumkin. Ba'zi odamlar hatto tosh yebmi sindira olishi mumkin. Shunga tabiatingga nima foyda qilsa shuni yegin. Yemek ichmakda hargiz gunoh yo'q. Tabiatingga hurmat qilishni bil. Balam, tan sog'liqning yana bir kapolati o'lchamlik ozuqlanishdir. O'lchamlik ozuqlanish madaniyatning belgisi. O'lchamga ahamiyat bermaslik yavoyilikning alomati. Bilginki normal tamoq seni ko'taradi. Haddan ortiq tamoq yesang, tamoqni sen ko'tarishga to'g'ri keladi. Ko'p yegan odam kasalman, zaif va chidamsiz bo'ladi. Shunga Yusuf Hasajib tinim saq bo'lsin desang, az ye degan dorini yegin deb eslatgan. Bu xususda yana mundaq mashhur bir hikoya bor. Muhammad alayhissalom davrida ajam podshohlaridan biri bir usta tabibni sahobalarning kasalini davolash uchun Muhammad alayhissalomning qishiga avatibdi. Tabib u yerda to'p-to'g'ri bir yil turgan bo'lsa-mu, biror odam kasal ko'rsatishga kelmabdi. U kishi Muhammad alayhissalomning qishiga kirib ahvolni aytgan ekan, Muhammad alayhissalom mundaq debdi. Bu kishilarning odati shuki, ishtihasi g'olib bo'lmagach yemaydi va ishtihasini pasaytirganga qadar taomdan qo'lini tortib turdi. Tabib bularning tini saq turganlikning sababi shu ekan, debdi-da, yer o'pib ketib qopti. Demak, ochliqdan to'qliq yomon degan hikmatning asosi bor bolam. Ochliqqa chidash mumkin, to'qliq azobiga chidash mumkin emas. Hargiz zo'rlab tamoq yemagin. Ochliqmi odam o'ltiradi. Haddidan ortiq to'qliqmi kasal paydo qilib o'lishga sabab bo'ladi. Yaxshi tamoq eshib qolguncha yomon qo'rsoq yerilib ketsin degan gap eng madaniyatsiz odamlarning shuari. Bir qo'shiq g'izoni zo'rlab yesang, u senga zahar bo'lishi mumkin. Shunga odam har doim to'yib tamoq yegandan ba'zida och qolganmi foydali. Shunga Sokrat tamoqning eng yaxshi qo'shimchisi ochliq degan. Bu xususda mundaq bir hikoya bor. Ikki musofir hamsafar bo'lib sayohatga chiqqan ekan. Uning biri ojiz, o'riq edi. Chunki u kunda bir qatimla kechda iftor qiladi ekan. Yana biri intayin kuchli kamsimiz bo'lib, har kuni 3 vaqt tamoqni nihoyat to'yib yeydi. Ular bir shaharga kelganda, kutilmaganda ularni jasus degan tuhmat bilan tutib, ikkisini bir uyga solab qo'yibdi. 2 haftadan keyin ularning gunohsiz ekanligi ma'lum bo'ldi. Ishikni ichib qarg'udak bo'lsa, heliqi kuchlik semizi o'lib qapti. Ajiz o'riq tirik qapti. Bu ishni ko'rib kishilar hayron qilishibdi. Bu chaqda bir danishmand debdiki, agar ish buning ta'tirchi bo'lganda ajablanarlik bo'ladi. Chunki av o'lgini ko'p yeyishga odatlangachga ochliqqa bardoshlik berolmay qiynalib o'lgan. Mono tirik qolgani nafsini tizgilab qanoatga odatlanganlik uchun tirik qolgan.
Balam, şuna ettigenlik naşta ve keşte az tamaq yeşik adetlengin. Küştü toyup yesen boludu. Amma ettigenlik naştını kaçma. Ettigendiki muştan qaytma degen gep mu? Şununla asasen deyilgen. Etişlerge qaraganda Luqman Hakim her günü keşte bir parça nanni beşiğe koyup yetdi degen. Ettigende o'rnidan turib etib bir parça nanni ig'iziga silib etib o'rnidan tur degen. İşip ketdim o ya. Bir günü Hakim beşiğe nan koyup yetişini unutup qaptı. Ettigende nan qo'yilgan yerga qo'lini uzatgan ekan, qo'liga bir siqim to'pi chiqibdi. Luqman Hakim ikkilanmay to'pini nashta o'rnida kap etibdi. Bu hikoya ettiganlik nashtining tan salomatlik bilan qanchalik bog'lanishli ekanligini tushuntirdi balam. Balam, Uyg'urlar tozlikni suydi. Pokizlik xalqimizning eng qimmatlik an'analaridan biri. Chunki tozlik degan inson tabiatining zarur ehtiyoji. Odamning tini poklik bilan yaratilgan. U hargizmi mehnatchilik bilan sig'isha olmaydi. Mehnatchilik bor yerda tanmi sog'lom bo'lmaydi, ruhmi azodi bo'lmaydi. Ruhmu azadi bo'lalmaydi. Adam ig'ir gunoh o'tkazsa, ondan jazolanadi. Tan salomatlikni asramoqchilik, o'zini o'zi jazolash, begunoh tanni va ruhni azoblash bilan barobar. Tiningni sog'lom tuta olsang, huzurlanib kula olaysan. Mag'rur qaddingni ko'tarib ma'a olaysan. Lazzatlanib oziqlana olaysan. Naqsh yeta olaysan, usul o'ynay olaysan. Umuman bu dunyoning huzurini sura olaysan. Tining sog' bo'lmasa, hammadan mahrum bo'lasan. Salomat bo'lsang, do'zaxga bardoshlik bera olaysan. Saqsız bolsang cennetde mi huzur alalaysan. Şuna saqsız padişahlıqdan sağlam qaday neçə həsi bəxtlikdir degan gap var. Konularning tazlıqda bereket, tazlıqda amet degan gibi durus aytilgan. Balam, yemek içmek tazlıqı salomatlikning muhim kapaleti. Çünkü kesellik nefes yolu bilan ig'izdan kiradi. Mehnatchilik badanga kesellik kelib qalmay, balki aqlni mu bulg'aydi. Bu gapga mas keladigan bir hikoya yodimga keldi. Anglab turg'in. Bir padişahning intayin aqlliq, zerek bir o'g'li bor ekan. Shahzoda yuksak aql parasatiga tayinib, shahzodasi nima o'ylagan va nima demoqchi bo'lgan bo'lsa, oldin bilib, dadam hozir ma ishni o'ylayotdi. U mundaq demoqchi deb oldiga o'tib oldi ekan. Shah bu ishni xavfsirab bosh vaziriga maslahat sapdi. Vazir, debdi padişah. Shahzodadan bir oz tashvishlanib qoldim. U men nimani o'ylagan bo'lsam, nima demoqchi bo'lsam, shuni bilib bordi. Bundaq ketaversa bo'lmaydi. Bir chora bo'lsa qilgan. Boludu alilleri, bunun çağrısı oңay, depti vazir. Şunundakin şahzadini ordunun tamaqıdan ayırıp, her günü rəstiga elib çıkıp, amıyı açxanlarının tamaqları bilen ozuqlandırışıqa başlaptı. Bu işini top-toğru 40 gün davamlaştırğandan keyin şahzada dadısının köngülligini bilelmeydigan, demekçi bolğanını uqalmaydigan halga düşüptü. Bu hikoya sana ibret bolsun ki, balam, tala tüzde qalaymagan bir narsa yeme. Mümkün bolsa amıyı açxanlarının tamaqlarına özüngni urma. Tazlıqıga haqiqiy ishonch bo'lsa yesang bo'ladi. Maktablarning oldidagi lampon, dog' va boshqa yemekliklarni hargiz yeme, ichma. Uningga kun bo'yi turib turgan to'pchang va mikroblar qo'nadi. Shunga tez kasal qilib qo'ydi. Ba'zi zaharlanib qoladigan ahvollar yuz beradi. Yal yemiş yegan chaqda yumay turib yemagin. Qisqasi uy ichida bo'lsin, sirtda bo'lsin, yemeklik tazliqiga bek ahamiyat bergulik. Tamoq pok bo'lmasa, galg'a qiyriq bo'ladi. Shunga hargiz shek bor, tamoqni yemagin. Şek bilen yegen hasalmı zəhərgə oxşaş sana ziyan yetkizidi. Yemek içmekdə pakizlikqa əhmiyyət vermeslik, pul xərcləb keselni setib alğanğa oxşaş bir iş. Körməmsən, bir şəhərdə neçə çoğ doktorxanalar var. Biroq kesellərinin köplükidən şuncha köp doktorxanalar yetişmeyotidi. Bunun səbəbi biri muhitning bulğanışıdan, yana biri tazliqning yaxshi bo'lmaganligidan. Balam, şəxsi tazlıq bolsun, muhit tazlıqı bolsun, o yalğız birer adamның işi emas. Bütün insanların sağlamlıqıga münasibətlik iş. Berişin kerek ki, yer şəhərdə həmimizдің haqqı bolup qalmay, bəlkə kəlgüsü əvlatlarının haqqı var. Şuna muhit tazlıqı birer adamның şəxsi işi emas. Bəlkə həmimizдің ortaq işi. Heç qandaq adamның suni, havani və tupraqni bulğaş haqqı yox. Hər bir adamның insanların salamatligiga daxli yetkizadigan, muhitni bulğaydigan işlərə qarşı turuş huquqi və məcburiyyəti var balam. Şuna balam, şəxsi tazlıqı ahamiyat berib qalmay, sinifingning, maktabingning, shaharning, hatto yer shaharning pok va toza bo'lishi uchun tirishqin. Shunda qilsang, ondan madaniyatlik, sog'lom odam bo'la olasan. Ikkinchi, farzandlarning eng cho'ng dushmani ichimlik va chekimlikka o'rganib qilish. Har qanday qo'rqinchli kasalmi farzandlarni ichimlik va chekimlikka berilganchilik nobud qila olmaydi. Xotiramdan. Hozirgi jamiyatda farzandlarning ota-onalarni eng ansirtadigan, xotirjamsizlantiradigan ishning biri ichimlik va chekimlikka berilib, o'zini o'zi nobud qilishi. Kishilik turmushdagi nurg'un ochiq saboqlar ota-onalarga ibratlik salbiy darslarni berdi. Ichimlik chekimlikdan iborat yovuz va rahimsiz alvasti shunchalik sog'lom, aqlliq va chiroyli bolalarimizni yutib ketdi.
Köplеген ailelerni so'rayapti. Bundaq ig'ir oqibatning eng cho'ng mas'uliyati kimda? Buning mas'uliyati ikki tarafda. Biri jamiyatda, yana biri ta'lim-tarbiyada. Cemiyet noktasına qaraganda haqiqatan cemiyet bozulup ketdi. Uyg'urlarning haroq va tamaki istemali odamni qo'rqitqudek darajada yuqori. O'smir bolalarmi tamakiga va haroqqa o'ginib qolgan. Eng afsuslanarligi qiz ayollarimiz orasida ichadigan, chekadigan ahvollar umumlashqili turgan. Bizning vijdonsiz erkaklarimiz suratdek chiroyli, oq qog'ozdek pokiz qiz farzandlarimizga yasama gaplar bilan haroq zo'rlab, ularning vujudini bulg'ashni sharaf bilgan. Kichik, quramiga yetmagan bolalar tamaki chekivasa, uni ko'rib turib, hech kimning kori bo'lmayotidi. Bu jihatda so'zlasak gap jiq. Ata-onalarning ta'lim-tarbiyasi jihatdagi mas'uliyatini aytganda, ko'plagan ata-onalar intayin sezgirlik bilan farzandlarining ichimlik, chekimlikka o'rganib qolishini cheklab, yaxshi natijaga erishgan bo'lsa-mu, biroq ba'zi bolalarga oila tarbiyasidan jamiyat ta'siri g'olib kelib, ata-onalarni hasratga qo'ygan. Bir qism ata-onalar bu jihatdagi ta'lim-tarbiyaga sal qargan. Hatto o'zlari boshlamchi bo'lib, farzandlariga ichishni, chekishni o'rgatgan. Men bu to'g'rida intayin tipik bo'lgan bir misolni elib beray. Bir kuni men bir zaruriyat bilan Urumchi shahridagi Go'zal Hayot restoraniga borgan edim. Bu yerda shu kuni bir kadrning o'g'lining sunnat to'y markasi o'tkazilgan ekan. Bu chog'da Soyibxon qo'liga bir romka aroqni elib, mikrofon oldiga kelib, nurg'un chiroyli so'zlarni qildi. Eng oxirida qo'lidagi aroqni tiximi egiz ko'tarib, ovozini tiximi yo'g'on qilib, Xudoni og'ziga elib turib, heliqi xatni to'yini qilgan farzandining baxtini tilidi. Bir millatga nisbatan farzand tarbiyasida va madaniyat jihatda buningdan ortiq yotlishish va oynish bo'lamdi. Ruhiy jihatdagi zaiflik bizni ana shunday hayotning kushandisi, aql parasatning dushmani bo'lgan haroqdan baxtdalayni salomatlikni tilaydigan echinishlik ahvolga tushirib qo'ygan. Ba'zi ota-onalar tap tortmay farzandlarini haroqqa, tamakiga buyuruydi. Farzandlarning oldida g'arq mast bo'lib, egiz past gaplarni qilib, ostin-ustin dastlab yurishdan hargiz nomus qilmayotidi. Şunun bilan ata-onalar o'tirsida bo'ladigan nozik hayo pardasi yirtilib ketgan. U otaning bolasiga tarbiya qiladigan tili kekech bo'lib qolgan. Biz mushu zaruriyat bilan ata-onalarga shuni tavsiya qilamizki, farzandlarimiz kelgusining umid xonchilari, millatning kelajagi, ularni nejis haroq, iblis chekimlikning ozdirishini saqlab qilib, sog'lom o'sib yetilishiga kafolatlik qilish haqqimiz bor. Agar ota-onalar farzandlar oldidagi bu majburiyatni yaxshi ado qilmasak, farzandlar oldida, ajdodlar oldida va kelgusi oldida jinoyatkor hisoblanib qolamiz. Bundaq majburiyatni ado qilish uchun mundaq bir qancha taraflarga diqqat qilishimiz lozim. Birinchi, ota-onalar tashabbuskorlik bilan o'z-o'ziga mas'ul bo'lib, ichimlik, chekimlikdan o'zini tortishi kerak. Farzandlarni ichimlik va chekimlikdan cheklashda buningdan unumli rol o'ynaydigan usul yo'q. İkinci, farzandlarning ata-onalarni hayo qilishini umid qilgan ekanmiz, o'zimiz ham farzandlarni hayo qilishimiz kerak. Farzandlarimizni haroqqa va tamakiga buyurmaslik, ularni qartib qo'yib haroq ichmaslik va ham ularning oldiga mast holatga kirmasligimiz lozim. Agar bu taraflarga diqqat qilmaganda, bolalarning oldida e'tiborimiz bo'lmaydi va tilimiz o'tmas bo'lib qoladi. Üçüncü, farzandlarni ichimlik va chekimlik jihatdan qanchalik chang tutsak, hargizmi rahimsizlik bo'lmaydi. Bu jihatda erkakka qo'yib berish eng chong rahimsizlik bo'ladi. Bo'libmi iqtisodiy jihatdagi kontrollikka ahamiyat berish, yurish turishiga ko'z quloq bo'lish, aralashayotgan do'stlarni surishtirib turish lozim. To'rtinchi, farzandlar o'rta maktabga chiqqan chog'larda ma'lum sabablar tufaylidan ruhiy besim ig'irlashib, o'ng'ayli ichimlik, chekimlikka berib qilish ahvoli yuz berdi. Bundaq mezgillarda ota-onalar farzandlarning ruhiy turmushiga ahamiyat berishi, imkoniyatning barcha ruhiy jihatdagi besimni yengillatib, ularga ozodlik bag'ishlashga tirishishi lozim. 5. Eng muvofiq usul va muvofiq paytni tanlab turib, ularga ichimlik va chekimlikning insoniyatga keltiradigan ziyni va ofati to'g'risida konkret tushuncha berish ham unumli nasihat qilishga ahamiyat berish kerak. Nasihatin namuna. Balam, men hayronman. Kishilar nima uchun shu nejis haroqqa beshini tiqib, aql idrokqa turmuz hayotiga ekak soladigandu? Demokratning tan kasalligi bo'lgandek yashash shaklidami kasallik bo'ladi degan so'zi haqiqatan rost ekan. Ba'zi kishilar uni yashash deb tushundirdi ekan. Ba'zilar hayajonda haroq ko'tara oladiganligi, bir kunda necha qop tamoq chekirganligidan faxrlanadi ekan va puatadi ekan. Sen ularning bundaq baxt zo'qiga qanday qaraysan? Mening qarshimcha bo'lam, ichimlik va chekimlik bu dunyodan bezgan, baxtni tushunmagan bekor talab, ho'rin odamlarning o'zini o'zi bezlash uchun tepib olgan eng unumsiz va ma'nosiz mashg'ulligi. Haroqkashlarning va bangilarning har qanday bahona sabablari, har qanday tushuntirishlarimi haroq bilan tamaki va boshqa zaharli chekimliklarning jinoyatidan aqlab bo'la olmaydi.
Balam, tarixda nurg'un bahodir o'g'lonlar mana shu haroq tufayli beajal beshidan judo bo'lgandi. Hatto nurg'un davlatlarmi ichimlik kasofatidan zavolliqqa patgan edi. Hozirgacha bu iblis insonning baxtiga istiqbolga sungan zaharli qaro qo'lini tatqini yo'q. Haroqkashlik va bangilik xuddi yuqumliq kasalga o'xshaydi. U seni nobud qilib qolmay, balki bu illat atrofidagilarga yo'qidi va keyingi avlodlarga meros bo'lib qoladi. Balam, yomon odat kuchidek dahshatlik zolim yo'q. Eng kuchlik iroda bilan uningdan ozod bo'la olmasang, hargizmi erkin bo'la olmaysan. Sen kishilarning odatlanib qoptiman, tashlash bek qiyin ekan degan gaplarga ishonma. Bu dunyoda voz kechgili bo'lmaydigan hech qanday kuch yo'q. Shuni bilginki, o'rning imtiyozing har qancha yuqori ko'tarilgan bilan qiliqing va yashash usulingni o'zgartmasang, hech qachon o'zingning qimmatingni yuqori ko'tara olmaysan. Chunki ichimlik va chekimlik mashg'ulligi vijdonni bulg'aydigan, hayotingga, axloqingga dog' tushiradigan ofat. Irodangga qarshi ishlarning hammasi maslikning besimi bilan bo'ladi. Har qancha hushyor, aqlli odamlarmi nejis haroqqa beshini tiqdimi, aqli bilan xo'shlashadi. Bilsang, maslik deganda odam o'zini butunlay unutadi, kontrolligini yo'qotadi. Bilginki, o'zini unutish, kontrolligini yo'qotish sarangliqning muhim alohidligi. Shunga Seneca Məslik özü xalab sarang bo'lish demakdir degan. Bu xususda sana bir misol elib beray. Qadimki zamonda bir tebib aroqni kashf qilib, podshohning huzuriga keldi-da, shundoq ajoyib bir dorini kashf qilganligini, bu dorining amallarning ko'zini ocha oladiganligini, polishni saqayta oladiganligini, hatto gadoyni boy qila oladiganligini aytibdi. Buningga hayron qolgan podshoh ama, palaj, gadoylarni o'rniga oldirib kelib tajriba qilibdi. Tebib ularning har biriga bir piyoladan haroq beribdi. Haroq ularni amnli kayib qilishga boshlaganda, haroq to'ldirilgan piyoladan birini ama kishiga tutibdi. Bu ikki ko'zi ama kishi qo'lidagi bu piyolani nihoyat ehtiyot bilan tutgan holda, "Voy, ranging nimanchi pakiz, suzuk, go'zal narsasan" deb haroqni to'xtamay maqtabdi. Bu chog'da ikki putini qimirlatolmay yotgan palaj zambilda yetib turib, "Hey qarg'u, piyolani tezroq bo'shat, bo'lmasa hozir qarningga bir tepib, butun badaningni par-par qilib tashlamay yana" debdi. Haroq kuchi bilan kayib o'rlab o'ltirgan gaday bo'lsa, "Hey palaj, bu qarg'uni tezroq peshvo bilan birini urib o'rvat, uning xunini o'zim to'layman" debdi. Bu ahvolni ko'rib o'ltirgan o'rda ahli hayron bo'lib, qaqoqlab kulishibdi. Podshoh haroqning odamda sun'iy kayfiyat paydo qilib, jidal majro chiqarganligini sezib, tebibga haroq yasashning sirlarini hech kimga oshkorlamaslikni buyuribdi. Bu hikoyadan va turmushdan qiyos qilganki, haroq ichgan odamning ko'zi ko'rmaydiganni ko'rdi, qaramaydiganga qaraydi, puti mangmaydigan yo'lga mangadi, qo'li tutmaydiganni tutadi, ig'iz demaydiganni deydi, dushmaniga do'stlik izhor qiladi, do'stini bo'lsa o'ziga dushman qilib oladi. Haroq seni yuqorqidek irodangga, vijdoningga qarshi jinlarning usulini o'ynatib, xalq olam oldida kulkiga qo'yish bilan qanoat qilmaydi. U vahshiylashganda ishdan ko'nglaklarini soldirib, anidan tug'ma holda jamoat oldida sazoyi qila oladi. Qo'lingga pichoq oldirib, boshqalarga soldirib, umr xaminiga o't qo'ya oladi. Turmushdagi haroq keltirib chiqargan fojialar oz emas. Buningdan ibrat olgin. Haroqning kayfi bilan bo'ronda qolgan qag'arak agib, cho'shqirek varqirab-jarqirab bozor ko'chlarida yurgan hayosiz maslar, ulardan marazdan qochgandek qochayotgan xaloyiqlar mening sana qilgan nasiyatlarimdanmi yaxshiroq tarbiya bo'la oladi-ku. Ko'z oldinga keltirib baq. Ko'chalarda qusib yetib qolgan, beshida itlar qusiqlarini yalayotgan maslarning shu holi ularning irodasimidi? Shundoq tambal erkaklarning hurkirab yig'lab, azob daryolarda eqib kontrolligini yo'qotib, mashinalarga o'zini urishi, daryolarga o'zini tashlashi ularning irodasimidi? Balam, ba'zi odamlar zaharni zahar oladi, dardni haroq bilan yo'g'li bo'ladi deb qo'rq bahona ko'rsatdi ekan. Bundoq ezqu gaplarga hargiz ishonma. Yuqorqi fojialar dard asratdan farq bo'lganlik bo'lamdi. Yo'q balam. Maslik dard ustiga dard qo'shidi. Qalbingdagi yarani tiximi tatilaydi. Aql beg'ingni xazonga aylantirdi. Chunki haroq bir shaytonki, uning oldi bilan habilishadigan sening aql parasting. Aql tizginingni haroqqa tutqizgan ekansan, o'zing bilan baxt bilan xo'shlashmoqing lozimdir. Maslikni yashash baxt deb qaragan odamlarning holiga voyda. Maslikni yashash baxt deb qaragan odamlarning holiga voyda. Ular oldi bilan qimmatli vaqtini quruqdan quruq ma'nisiz qurbon qiladi. Yana bir tarafdan iqtisodini shamolga so'raydi. Oxirida muhtojlikda qarzga bo'g'iladi. O'g'il bola uchun qarz ko'tarish mushkul bo'lgan tosh balam. Shunga konlar qarz yuziga tushgan dog' deb bekor etmaganda, uchinchi tarafdan oilasini va bolalarini vayron, ota-onasini sarson qiladi. Oxirida börek zaiflashadi, jigar qetishadi, nervi ojizlashadi. Butun badan kasallik to'rg'i chirmishadi.
Axırda əcilidən burun ölüşkə səbəb boludu. Ularning bəxt yaşaş degəni muşumu balam? Deməkçimenki balam, haraqdan çekimlikdən bəxt izləyən adam ən nadan hamaqat adam. Yaman keyiflərinin həmmisi aldı bilan aşundaq nadan, ahmaq adamlarını götürüb basıdı. Məyinin aytishçə, onu içkən adam 4 sifətə ega болады ekan. Dastlab o tavusqa aylanib o'zini ko'z-ko'z qiladi ekan. Harakatlari ravon, o'zini ulug'vor his qiladi ekan. Keyin maymun qiyofatiga kirib, hamma odam bilan chaqchaqlashib, qiziqchi bo'lishga boshlaydi ekan. Ondan keyin bo'lsa shirg'a aylanib, o'ziga munar tiklaydi ekan. Mag'rurlikqa tutib o'z kuchiga ishinib ketadi ekan. Lekin oxirida cho'shqiga aylanib, axlatda cho'shqadek ig'nab yotadi ekan. Abul Haraj. Mana pul xajlab aqlsizlikni, jidalni, yuzini qora qilishni, muhtojlikni setib oladigan beg'arazlikdan hazar qilgin. Hozirgi dunyoda haroq kishilik turmushning muhim bir mazmuniga aylanib ketdi. Do'qmish-do'qmishlarda haroq do'konlari bor. Televizor, radiolarda haroqni maqtab bergan e'lonlar quloqning miyini yeydi. Mehmondorchilik so'rinlarida 10 qo'y so'ysimi, biror botilkaning eg'izini ochmasa, mehmondorchilik hisoblamaydi. Ba'zilar quloqdan qas chiqmasa hisob qilmaydi. Shundoq bir jamiyatda farzandlarni ichimlikdan umumyuzlik cheklash balkim mumkin bo'lmas. Buning uchun ota-onalar haroqning, tamaki va boshqa zaharli chekimliklarning ziynini tushuntirish bilan birga, haroqqa madaniy muomala qilish, hargiz chekdan ish hayvon atalmaslik haqida eskartma berib turish zarur. Masalan, balam imkon bo'lsa hargizmi haroqni eg'izingga olma. Agar yoshlik havasing g'olib kelib zaruriyatini ichishga to'g'ri kelib qolganda, bundaq bir qancha taraflarga amal qil. Biri, haroq ichish to'g'ri kelib qolsa, g'izolanishga diqqat qil. Hargizmi och qursaqqa haroq ichma. Yana biri, tamoq yeb bo'libla, hazm bo'lishini kutmay haroq ichma. Tamoq hazm bo'lmay turib, hatto suv ichsangmi ziyon qiladi. Shuning bilan birga ko'p yevilishmi oshqozonini buzadi. Ikkinchi, sorun, o'rin va odamni to'g'ri tanlab o'ltirgin. Yaxshi so'rinda o'ltirsang, o'zingmi erkin, xushchaq bo'lsan. O'rin tanlaganda imkon bor kishilardan yiroq va yoshirin joyni tanla. Haroqni kishilarga ko'z-ko'z qilib ichish hayosizlik balam. Uningdan maqtanish madaniyatsizlik. Har qanday bir so'ringa borsang, ichish tamasida borma. Bo'lsa, ichadigan so'rindan qoch. Iloj bo'lmasa, 1-2 ronka ichib to'xtab ol. Agar so'rindoshlaring rayonga boqmay zo'rlab turib olsa, undaq so'rindan qaytib chiqishing yaxshi. Sening erkinliging hurmat qilmagan so'rinda o'ltirishdan nima foyda? Shunga kishilar Umar Hayyamning Mono ruboyisini yodlashib yurishidi. May içsən qalbi nuru dana birla iç, yoki bir gül yüzlük rana birla iç. Köp içmə, iç uni bəzi-bəzida, məxfi iç, çirayliq haya birla iç. Xisrav Dehlevimi mundaq misralarını çizgan ekan. Zöruriyetin alsan may to'lgan jamni, sen may iç, sinimay içmisun zadi. 3. Tomuz issiqda, qahrdan sovuqlarda haroq ichishni tark qil. Har qanday ishni tartib, o'lcham bilan qilsang, madaniyatlik bo'ladi. Haddan ortiq bo'lsa, hayvonlik bo'ladi balam.